Assalomu alaykum matematika prayam kanali a'zolari. Bizda keyingi misol universitetda 9-misol sifatida keladigan arifmetik progressiya mavzusi. Biz arifmetik progressiya mavzusida misollar ko'ramiz. Bu bizning kanaldagi testning tahlili. Bizda birinchi misolda aytyapti: kamayuvchi arifmetik progressiyada A1, A2, A3 15 ga va bularning ko'paytmasi 80 ga teng deyapti. Birinchi hadini toping. Biz hozir birinchi hadni yozaylik. Plus A2 plus A3 tenglik 15, A1 ko'paytirilgan A2 ko'paytirilgan A3 tenglik 80. Bizda arifmetik progressiyada shunday xossa bor. A1 plus A1 demak AX plus AN teng bo'ladi AF plus AB. Bunda X plus N'imiz teng bo'lsa F plus B ga. Shunday xossa bor bizda arifmetik progressiyada hadlarining qo'shilmasi, masalan x ning o'rniga 1 kelgan bo'lsa, bunda 3 kelgan bo'lsa, 3 ga 1 ni qo'shsak 4 bo'ladi. Demak, hadlari raqamlarining yig'indisi teng qilayotgan hadlar yig'indisiga teng bo'lishi kerak. F bilan B ning qo'shilmasiga teng bo'lishi kerak. Masalan, buning o'rniga 2 bilan 1 kelayotgandir. Xuddi shunday-da. Shuning uchun mana masalani bir chekkaga yozib qo'y. Bundan kelib chiqib biz yozsak bo'ladi: A1 plus A3 tenglik A2 plus A2. Shunda 1 ga 3 ni qo'shsak 4 bo'ladi. Bu tengligimiz bu yoqda raqamlar yig'indisi 4, bu yoqda 2 ga 2 4. Demak, bizda 4 to 4 bo'lib qolyapti. Shunda bu ikkovi teng bo'lsa, bizda A1 bilan A3 o'rniga mana bu A2 plus A2 ni qo'ysak bo'ladi. Shunda A2 plus A2 plus A2 miz teng bo'lyapti 15 ga. Bunda 3A2 teng 15 bo'ladi. 3 ni bu yoqqa bo'lib qo'ysak, A2 miz teng bo'lyapti 5 ga. Mana A2 miz topib oldik. Endi A2 mizni mana bu A2 ni o'rniga borib qo'yamiz. Shunda bizda A1 plus 5 plus A3 tenglik 15. A1 plus A3 miz teng bo'lyapti 10 ga. Endi bizda biz mana bu A2 miz 5 edi-ku, 5 ni mana bu o'rniga ham olib qo'yamiz. A1 ko'paytirilgan A2 miz 5 ko'paytirilgan A3 teng bo'lyapti 80 ga. Bunda mana 5 imizni bu yoqqa bo'lib o'tkazamiz. Shunda A1 ko'paytirilgan A3 tenglik 80 ni 5 ga bo'lsak 16. Biz A1 plus A3 ni topdik. A1 bilan A3 ni ko'paytmasini ham topdik. Buni o'ylab yetish juda oson. Ko'paytmasi 16, qo'shilmasi 10 bo'lgan son.
2 bilan 8 yoki 8 bilan 2. A1 o'rniga kelishi mumkin. 8 A3 o'rniga kelishi mumkin 2. Keyingisida A1 o'rniga kelishi mumkin 2, A3 o'rniga kelishi mumkin 8. Bizda ikkita javob chiqib qolyapti. Lekin bizda shartda aytayaptiki, kamayuvchi arifmetik progressiyada deyapti. Kamayuvchi arifmetik progressiya deyotgani uchun A1imiz kattami? A3imiz A1imizdan kichik bo'lishi kerak. Bu A3imiz A1imizdan kichik. Demak, bu kamayuvchi. A1imiz 2, A3imiz 8. A1imiz A3imizdan kichkina. Demak, bu ko'payuvchi, o'suvchi arifmetik progressiya. Shunda bu javobni ola olmas ekanmiz. Mana bu to'g'ri ekan. Shunda birinchi xadini toping deyotgani uchun birinchi xadi 8 mana. D javob. Keyingisi o'suvchi arifmetik progressiyada xuddi boyagidek beribdi-da. Bu yerda kvadratlar qo'yib qo'yibdi. Kvadratlar odam qo'rqitishi mumkin, lekin aslida bu ham xuddi o'shanday oddiy yechiladi. Yozib olish shartini. 1 plus A2 plus A3 teng bo'lyapti 0 ga. Yana shartini yozib olaylik. A1 ning kvadrati plus A2 ning kvadrati plus A3 ning kvadrati teng bo'lyapti 50 ga. Shunda biz yana mana bu A3 bilan A1imiz o'rniga A1 plus A3 o'rniga 2A2 qo'yaman. Boyaga xossa A1 plus A3 teng bo'lyapti A2 plus A2 ga. Shunda bularni o'rniga mana qo'ysam, bu bilan mana bu qo'shilib 3A2 ni beradi. 3A2 teng bo'lyapti 0 ga. A2imiz 0 ekan. 0 bo'lsa, A2imiz 0 bo'lsa, A1 mana bu 0imizni mana bu yoqqa borib qo'yamiz. Shunda A1 plus A2imiz yana adashdim. Yana A3 tenglik 0 ga bo'lyapti. Keyin mana bu 0imizni mana bu 2 ni ham o'rniga borib qo'yamiz. Kvadratlarni o'rniga ham borib qo'yamiz. Shunda A1 ning kvadrati plus A3 ning kvadrati teng bo'lyapti 50 ga. Endi biz mana bu narsani A1 plus A3 li ko'rinishga keltirishimiz kerak. A1 kvadrat plus A3 kvadrat teng 50 bo'lsa, mana bu narsaga A1 kvadratga 2A1 ko'paytirilgan A3 ni qo'shaman. Shunda bu narsamiz A1 plus A3 ning kvadrati qavs kvadratiga to'g'ri kelib qoladi. Qarakeldik. Bizda mana bu narsa A1 plus A3 ning qavs kvadratiga to'g'ri keladi. Lekin biz mana buni o'zimizni qo'shganimiz uchun buni mana bu yerdan ayirib tashlashimiz kerak. 2A1 ko'paytirilgan A3 tenglik 50. Shunda mana bu qo'shgan narsamizni mana bu yerda ayiryapmiz. Bular 0 ga ketadi, hech narsa o'zgarmaydi. O'shaning uchun endi mana bu narsamizni yozib olamiz. A1 plus A3imizning qavs kvadrati minus 2A1 A3 tenglik 50 ga. Shunda bizda
Biz mana bu narsani, mana bu ifodani A1 plus A3 ko'rinishda yoza oldik. Endi mana bu o'rniga mana bu 0 ni qo'yamiz. A1 plus A3 ning qiymatini qo'yamiz. Bu 0. 0 ning kvadrati 0 bo'ladi. Shuning uchun -2A1 A3 tenglik 50 bo'lyapti. Tenglikni ikkala tarafini -2 ga bo'laversak, A1 A3 tenglik -25 bo'lyapti. Endi bizga ayon A1 plus A3 imiz 0 ekan, A1 ko'paytirilgan A3 imiz teng -25 ekan. Bunda yana xuddi shuni o'ylab topsak, ko'paytmasi -25, qo'shilmasi 0. Qo'shilmasi 0 dedimi, mana bu ikkala son ko'rinishi modullari teng bo'ladi, lekin bittasi manfiy bo'lsa, bittasi musbat bo'lishi kerak. Shunday bo'ladi. Bizda mana bu 25 imiz 5 kara 5 degani, bittasi manfiy yozsak, A1 imiz bo'lishi mumkin. A1 imiz bo'lishi mumkin 5, A3 imiz teng bo'lishi mumkin -5. Ikkinchi holatda A1 imiz teng bo'lishi mumkin -5, A2 imiz A3 imiz teng bo'lishi mumkin 5. Bizda shartda aytilmagan bo'lsa, ikkala javobni ham olamiz. Ikkala javob berilgan bo'ladi shartda, aytilmagan bo'lsa, lekin bizda aytilgan o'suvchi arifmetik progressiyada deyapti. O'suvchi arifmetik progressiyaning birinchi hadi 3-hadidan kichkina bo'ladi. Bizda hozir mana bu birinchi hadimiz 5 bo'lsa, 3-hadimiz -5. Demak, bu kamayuvchi arifmetik progressiya ekan. Buni ola olmaymiz. Buning birinchi hadi -5, 3-hadi 5 bo'lyapti. Shunda bu birinchi hadi 3-hadidan kichkina. Bu o'suvchi arifmetik progressiya. Mana bu narsa to'g'ri. Bizdan birinchi hadini so'rayaptimi? Birinchi hadini so'rayotgani uchun -5 ni olamiz. Mana -5. Bizda qaysi javob? Mana D javob deb berilgan ekan. Mana bu yo'q qo'yamiz. Endi biz 3-misol. Arifmetik progressiyada A2, A9 imiz teng bo'lyapti 20 ga. S1 ni toping deyapti. S1 asli arifmetik progressiya hadlar yig'indisi formulasi A1 plus AN ko'paytirilgan n taqsim 2. Bizda mana bu narsamiz arifmetik progressiyaning hadlar yig'indisi formulasi. Bizda 10-hadi deyotgani uchun n ni o'rniga 10 qo'yamiz. S10 teng bo'ladi A1 plus A 10imizga ko'paytiramiz 10 taqsim 2. Endi biz boya aytdik, A2 imiz aytib ketay maqdan. Birinchi A2 ni indekslari yig'indisini qo'shaylik. A2 ga A9 qo'shsak 11 bo'ladi. A1 ga A10 ni qo'shsak 11 bo'ladi. Shunda mana bu 20 ni mana bu o'rniga qo'ysak bo'lar ekan. Bu bilan mana bu narsa teng. Biz boya aytib ketdik-ku, indekslari yig'indisi teng bo'lsa, arifmetik progressiyada faqat teng bo'lsa, bular ham teng bo'ladi. Mana bu qiymati, mana bular ham teng bo'ladi dedik. Buni qiymati 20 mi? Demak, buni ham qiymati 20 ekan. Shunda S10 tenglik 20 ko'paytirilgan 10 taqsim 2. 2 ga qisqartirsak bu 10 bo'ladi. 10 kara 10 100. S10 imiz teng ekan 100 ga. Mana bizda javob. Mana D javob 4.
8ga bo'lganda 7 qoldiq chiqadigan ketma-ketlikning 5-xatini toping deyapti. X sonimiz bo'lsa, x sonimizni 8ga bo'lsak 7 qoldiq chiqar ekan. X ning hozirda eng minimum qiymati x teng 7. X ning o'rniga 7 bo'lsa 7 qoldiq qoladi-ku. Xo'sh. Unsur chaqirib qolishdi. Qayerga keldik? X o'rniga qo'yishimiz mumkin bo'lgan eng minimum qiymat 7 ga teng. 7 ni qo'ysak, x o'rniga 7 ni qo'ysak, qoldig'imiz 7 bo'ladi. Bu tushunarli. Qoldiq nimaga baqa yozdim men? Qoldig'imiz 7 bo'ladi. Keyingi qiymatimiz 15. Yana keyingi qiymatimiz 22. Shuna ketaveradi. Buni topish hamma uchun ham oson bo'lsa kerak, hamma bilsa kerak buni topishni. Bizda mana shu narsamiz arifmetik progressiya bo'lyapti. Birinchisi 7 bo'lsa, keyingisi 8 ga oshyapti. Bu nimaga buni yozib qo'ydim men? 23. 23 bu. 4 yozdimmi? 8 bo'lsa, mana bu narsa 15. Bu ikkitadan bo'lsa 16, 7, 4 bo'lyapti. 23 8 ta 8 ta oshib ketaveradi. Mana masalamiz arifmetik progressiya. Bizda A1imiz teng bo'lyapti 7 ga, D'imiz teng bo'lyapti 8 ga. Endi bizga 5-xatni toping deyotgan uchun eng oson usulni o'rgataman. Arifmetik progressiyani formulasini yozib olamiz. Formulasini tuzib olamiz. Shunda Sn teng bo'lyapti. D'imizning qiymatini yozib olamiz. D'imizning qiymatini oldiga n bilan yozib olamiz. N ni o'rniga 1 qo'yganimizda bu 8 bo'lyapti. Lekin n ni o'rniga 1 qo'yganimizda mana bu narsa 7 bo'lish kerak. 7 bo'lish uchun mana bu yerdan minus qilamiz 1 ni. Bu narsa mana bu arifmetik progressiyamizning formulasi bo'ldi. Hozir 2 ni qo'ysangiz bu 16 bo'ladi. 16 dan 1 ni ayirsangiz 15 mana. Ikkinchi xati chiqdi. Xuddi shunday formulasini tuzib olasiz. Formula tuzilgandan keyin bizga 5-xatni toping deyaptimi? Mana bu n ni o'rniga 5 ni qo'yamiz. S5 teng 40 minus 1. Birni yozib ketmay. 8 kara 5 minus 1. S5imiz teng bo'ladi shunda 39 ga. Mana bu 40 ko'paytmasa 1 da ayirsak 39. Bizda shu 5-xat bo'ladi. Mana bu yoqqa adashib ketdim men. S qo'yib A bo'laman mana bunaqa. Uzr hammadan. A bo'ladi mana bunaqa. Kerak uchmaydi. Mana bizga 39 B javobda berilgan ekan. Keyingisi 5-misolimiz. 701 soni B8 15 22 progressiyaning nechinchi xati deyapti. Bizda xuddi shunday yana anaqa arifmetik progressiya berilgan ekan. 1 8 15 22 va nuqta. Biz boyagidek yana formula tuzib olamiz. An formulani quyidagi ko'rinishini yozib beraman. dn da
d ni o'rniga arifmetik progressiyaning ayirmasini qo'yamiz. Eng katta hadidan eng kichik hadini aytsak, arifmetik progressiyaning d'si, ya'ni o'sib borish soni chiqadi. Nechtaga o'sib borayotganini aniqlasa bo'ladi. Mana bizda A2 imiz 8, A1 imiz 1 bo'lgani uchun D ni topmoqchi bo'lsak, mana bu yerda D tenglik 8 minus 1, D tenglik 7 ekan. Endi mana bu yoqqa olib qo'yamiz. A n'imiz 7n bo'lyaptimi? 7n bo'lyaptimi? N ni o'rniga 1 qo'yganimizda bu narsa 7 bo'lyapti, lekin bizga 1 degan javob kerak. O'shaning uchun nechani ayiramiz? 6 ni ayirib tashlaymiz. 2 ni qo'yganimizda 14 bo'ladi. 14dan 6 ni ayirsangiz, 8 javobi chiqadi. Xuddi shunday mana formulasini tuzib oldik. Endi mana bu nechinchi hadi deb so'rayapti bizdan. Mana bu A ni o'rniga 701 da olib kelib qo'yamiz. Mana 701 da mana bu 701 da A ni o'rniga olib kelib qo'ysak, 701 tenglik nechi bu? 7n minus 6. Shunda mana bu 6 imizni tenglikni bayog'iga qo'shib o'tkazsak, 707 tenglik 7n. Shunda n'imiz teng bo'lyapti 101. Mana bu 701 sonimiz, arifmetik progressiyamizning 101-hadi ekan. Nechinchi hadi deb so'rayaptimi? Nechinchi nomerli hadi? Ajo 101. Mana tahlilimiz tugadi. Hammaga rahmat, o'rganib qo'ying.